Mana akalar, yana bitta Stroin degan 25 kilovatlik kotelimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, oldingi kotelimizga nisbatan bundacha o'zgartirishlar kiritdik, xudo xolasa xalqimiz uchun. Xo'p, to'pni adminligini yana ham ekonomikroq qilishga harakat qildik. Keyin shinayimizga o'zgartirish kiritdik. Shinayimiz xudo xolasa shinayda o'zi turli listda bo'lyapti. O'rtasidagi nimasi o'qi oldin turbada qilardik, hozir 25 lik prutda qilyapmiz. Baquvvat, xudo xolasa ancha munchaga ana qilmaydi. Xo'p, kotelimiz utublit qilingan. Garelkalari ham qalin listda bo'lgan. Mana garelkasini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana garelkasi. O'ta qalin listda. Xudo xolasa behijolat. Bunisi mana g'aladoni. Kul tushgandan keyin g'aladonini olib qo'yib qo'yilaveradi. Keyin eshigida mana chekasi azbis ip bilan o'ralgan chekasi. Ichida tunuka qo'yib, ichidan aynan azbis qilib, issiq tashqariga chiqmaydigan qilib utublit qilingan, xudo xolasa eshiklari ham. Xo'p, bunkerimizga keladigan bo'lsa, bunkerimizga 150 kilo atrofida ko'mir ketadi, xudo xolasa. Keyin bunkerimizni ichida mana bunaqa setkasi bor. Shu setkadan o'tgan ko'mirni xudo xolasa yoqaveradi, behijolat. Bunisi miyasi mana utublit qilingan, xudo xolasa. Utublitlari ham chiroyli bo'lgan. Xo'p, mo'rida zashovkasi bor, klapani. O't baland pastligiga qarab ligirovka qilib olsa bo'laveradi. Kotelimiz holati. Xudo xolasa kotelimizni o'zimizni hakanga, Darxonga berib yuboryapmiz. O'zimiz akamizga koteldan 2-3 ta qilib berganmiz. Yana bitta o'g'liga iltimos qiluvdi. Qilib, mana xudo xolasa bugun jo'nataveramiz. Xo'p, bu kotelimizning rasxotiga keladigan bo'lsak, internetlarda reklama qilishyapti. 30 kilo, 35 kilo rasxot qiladi bir sutkasiga deyapti. Bizda unaqa 30 kilo, 35 kilo deyilmaydi. Xudo xolasa 50-55 kilo rasxot qiladi. Shu 250 kvadratlik bir sutkasiga 50-55 kilo rasxot qiladi. Uyda utubliti zo'r bo'lsa, patera kam bo'lsa, xudo xolasa undan ham pasayishi mumkin. Shunaqa. Endi u yolg'on gapirib 30 kilo, 15 kilo yaqyapti bir sutkasiga degani foydasi yo'q. Chunki qilib ko'rib, yaqib berganmiz, shunaqa rasxot qilyapti, shuning uchun biz borini gapiramiz. Xuddi shunaqa kotellar kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Andijonda. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib manzillarga yetkazib beramiz.